PhD programmasi uchun bir hafta ChatGPT bilan tayyorlanib IELTS topshirdim. Xulosa va lifehacklar. Men umuman filolog yoki lingvist emasman, lekin ChatGPT ga o'xshagan LLMlarni qanaqa ishlashini ozgina tushunaman. Oxirgi marta 15 yil oldin IELTS topshirgan ekanman. Esinglardanmi, kimdir sani inshoingni baholab berish uchun paloncha pul berardik. Reading eng kayf tarafi. GPT ga tekst tashiysiz, savollarni tashiysiz, hatto qanaqa xato qilgansiz, nimaga aynan shu so'zni yozgansiz, natijada qanaqa yaxshilasa bo'ladi, hamma shu savollaringizga shikarni javob beradi. Men где-то 8 tacha reading qilishga ulgurdim. Birinchilarida 5,5 chiqyotdi. Oxirgilari уже 8 skorga ko'tarildi. Listeningda ham xuddi shu. MP3 yoki HTML fayllarimni tashiyman, savollarni screenshot qilib javoblarimni ham tashiyman. Tekshirib, polniy analiz qilib beradi. ChatGPT Plus versiyasiga limitsiz qildirdim. Writing uchun ChatGPT ishlatmagan bo'lardim. O'rniga Cloud AI ishlatdim. Asosan programmistlarga kod yozishda yordam beradi, lekin yozuvchilar uchun ham vashey mo'shli narsa ekan. Inshoni avval o'zingiz yozib ko'ring, yaxshilashga maslahat bersin, keyin o'zini variantini ham tashasin. Uni variantini o'tirib o'rgangan bo'lardi. Такое, как будто New York Times'ni maqolasidagi yozib berar ekan. Oxirgisi speaking. ChatGPT'ni voice modi siz uchun yaxshigina speech to text converter bo'la oladi. Faqatgina bitta muammo, ChatGPT Plus versiyasida ham kuniga 40 minutli limit bor ekan. Tushunmayman, вообще nimaga $20 versiyada limit bor? Ovozingizni matnga o'girasiz, keyin Cloud AI ga o'xshagan chatbotlarda matnni g'irt writingdagi analiz qilasiz. O'z to'g'risi boshqacha maslahat bermoqchi edim. Agar shunaqa master, PhD, karyera maqsadinglar bo'lsa, qizlarjonlar, bolali bo'lgungacha qilinglar ekan. Вообще iloji bo'lsa turmushgacha. Bo'lmasa bu yerda strategiya yozishingiz kerak, naryoqda esa bittasi qaqaqigiz keladi. Uyga vazifani qilish kerak. Uy ishidan keyin esa ona bolani вообще reanimatsiya qilish kerak.